kim men shimoldan sen janubdan kelasan balkim kulimiz yig'laymiz turmush degan shu qaynaymiz arlashib bir qozonda tarazida o'lchab bo'lmaydi inson xushalliqidir doim kulmaydi umrini oqurib qilmag'in zaya baxtni his qiling sassam kifoya baxtni tarazida o'lchab bo'lmaydi inson xushalliqidir daim külmeydi ömrümni akvurub kılmag'in saya baxtni his qiling sassam kifoya Öydün bir sitolay deb o'ylagandan pullar bayxotin saçına tutuldu. Beden palacığımla iyisiyat palacığım. Sizning bir mahbetliğiniz bada qildi. Agar Aliye ma uyuna yigitman motorligini bilib qolsa meni. Shuni tushundingmi? Aliye? Oshxona ochilgan do'kon deb qo'yibdilar. Rahmat. Xotinim bek. Men hozirda meninglar boray-ya. Endi men idare qayt. Xotirjam. Dokladimizda. Hadi, bo'ldi qil. Mening bolam tiqildi dodadimi? Vay vod, az gap qila. Telefonu amma tutma uydan chiqib ketgan o'xshaydi. Vay, ammagan bo'lsa ajab yaxshi bo'pti. Mashina shubdi. Chapmi bir. Sizniki? Bu burasini yana almashtirib qo'yginni. Jini, andaga olib subyashtirib o'tirmandilar. Qo'yib kelmadi. Ego. Ha? İbrahim? Vay ben sizi diyorum. Bakka. Ha İbo. Terim yıkılmadı. Anladım. Ha doğru. Ha? Öyküye gel. Ha? Öyküye gel kanım. Öyküye gel. Öyküye gel. Doğru. Vay isim kursun öyküye gel. Kadırlı ayağını işkelip ekastırıp kaldı. Ekastırıp kaldı. Şu koşun olup oturanımızınki de öyde bilene tabi. Ha şuna. En kötü karacığım. İbo efendim beni buzluk etken arının pulunu söylemenler devletlicim ha. Üye. Nerede ki ne? Bayağı düşündüm mü? Ha? Tudunuz mu? Ha? Vay doğru. Karam hazır tak şu bakalcı kız bekler. Şuna. Onun üstü taksi şoförleri sarayımızın sokuyu verip beni hizmetten almıştırıp hasta taksiye vatkıdına hizmetten bir tek kolay mı ki? Ay şunda havada mı öyküye gelende? Hey oğlum bu. Başında havada karam. Başında havada öykülüş gerek. Başta vaktlarda tanladı yeri var mı yok mu? Yağmurla ötemdi ötmem zorunda. Enlik. Kırgır bu demez valla. Vah seni diyen sen. Öncüne, İbo efendim bizden oynamak. Bana bir şey bizden oynamak okşap getirdik ama öyle sütü al depti. Şundak mı? Bana İbo efendim. Ma o mihman kana. Bu yak çok pişik. Ben sana. Teyarlı kız tuttum ha. Bu tutkinin ne var? Vay ondan manaylı bol. Sessiz manaylı. Geldi. Oy nimqotsiz. Ha? Nimqotsiz. Oyunuz alaydı. Oy cinim buna. Sizlar bergan oyoqni jim kiyib oldim. Bo'g'inmi? Ha. Assalomu alaykum. Alaykum assalom.
yaxshimi? Assalomu alaykum. Voy. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sirafga bola yaxshimi? Yaxshi turibsiz? Keldim, yomg'irlisimi? Voy, mushu. Ha, shu. Mana yaxshi bo'l, zinatlatsa. Kim? Voy, tavba. Qo'yib qoldim, chopib dedi. Voy, katak soldingmi? Ha? Bu bino uyda uchun katak soldiqayapman. Voy, bu katak emas, bunda oyoqlarni salg'ayapman. Ha? Voy, yaxshi. Voy-ku. Voy, kim u? Bu kim u? Bu tuqunizda. Saqma, meni tuqrim emas bu. Ha? Nima u? Voy. Ya baqara aka, siz zodi kim u? Siz kim u? Chaqchaqa bo'ldi aka. Men tonimidimmi? Ovozimdan tonimidimmi? Voy. Hey! Baya tutulashdiq-ku, uydan ish to'g'ri. O'sha yerda. Voy, uydan ish to'g'ri so'zlashdiq-ku. Inson yaxshi-ku? Yaxshi. Men ha? Meni bezora qo'y sotamsiz. Esa bu o'yini qancha chamada og'ib bilamsiz. Nima demaydi, sotib Jiddiylaşmay turgan, men demaydi. Voy, mana qilayli. Bo'ldi, siz kirib turgan. Ay, kirib, mazlarimizni saptimi, kompyuterni tushunib turibsiz. Ay, bo'ldi, men. Bu haqda mana shu qilib o'tiribsiz. Voy. Voy, qani ma odam. Ya aka, qanaqa? Voy, nima qilding bu? Bunda o'yni o'tirdim bo'lib, ishga chiqarganini qara. Ammo aka, amana qara, u birdan ishga. Amana tegi kataksi bu ishga qavat qilyapsiz. Bu yaxshi qilcha aka. Rahmat. Shuni qaragan xotini ishga emas. Voy, birdan ishga demay turlar birdan. Terib bo'ldi aka, va terib ba ishga chiqib ketdi. Ishingizda qilg'ayapti. Qaramadimmi ma? Voyjon. Oh, Olib ketdimi? Men 2 soat vaydi ben ondan qafka voy. Maqara, hapım aka. Maqara. Ma ishni cho'ng, ma ishni mushunda qildim. Masalan, uyning cho'ng sodining ishlariga xotinimni aralashtirdim deyman. Bu yaxshi. Xotin kishini aralashtirsam 200 kundan ishim deb cho'ng sodini buzdi-da. Chiqdi deganda bir kishi terib ketgansa. voy, birdan bir u gapni demay turing da. Bo'ldi, demedim. O'tasam bu bo'la. Ha, o'tasam. Voy, qarang janob aka, siz kim u? Nima qilmoqchi zodi? Ushlab ketdi, balda aldirib uni kiyindi bir ishda. Ishmaysansa? Men ishmayman. Sen 2 stakan quyma. Voy, bir. Voy, yana Allah qarang. Ishchan siz xato qilib qolgan o'xshaysiz. Men uy sotaman demagan. Qarang, siz xato qilib qolibsiz, boshqa ishingiz bo'lsa, mening ishim bor. Men aldiraydim, uzib qo'yaymi demoqchi. To'xtashjon. Ishim qolganda deb sizga ketdim. Voy, gap to'la deydi ekansiz bu ishga degan gapni. Voy, hopla, bilgan esimni chiqdi. Mana gap debka. Mao Davud kamning ishga o'g'ilvat dedigina. Ishga o'g'ilning ikkinchisi cho'ng'ib birdamning ichida o'sib cho'g'il bir bo'lib qoldi. Am uni o'layman degandan keyin am shuni uyizishayotgan. Shuni bilan to'qqilab bir yerda o'rlashtirib qo'ygandakilar senada telefon kelib qoldi uy sotaman deb. Shunlar udul kelishim qiziq gap qilgan odamgina ma u. U kim u? Davud degan. Uni ishga o'g'ilni kim tanibdi? Men sizni tanimasam, kim sizga telefon qildi o'y sotimda? Ya bu tutun shahid hozirmish uyni sotadigan degan gap. O soqchi og'aylarim topib ekan uni. Soqchi? Ha? Soqchi qilib birdamda hammaga deyapti. Ya uka. Unda qimba qara. Uni hamma gapni hech kim biz telefonda deyish bo'ldik degina. Hozir jammaq vaqtda tez qara. O'laman debla, o'langa olmaydi. Sen bu ichida ayoli va uydan bir deb qutulibsa degina. Hozir uy olmasa xotin tegmaydi. Uning ustiga go'shning bahosimi 60 so'mga chiqib ketgan tursa, hozir tuxumlar ochib yeyotgan odam ozmi? Oldiga deb 1000 so'mdan ishi bu. Siz qiziq gap qilgan odamsiz. Kim paydayman debdi? Va kim uy sotaman debdi, da'atman men. Ay bo'ldi, xafa aka. Sening maqsading ayam bo'p bo'ldi. Oldig'ini degina necha olsa? Ah xudo. Voy, men hechtim olmayman. Voy, siz xato qilib qolgan o'xshaysiz. To'xta. Voy, to'xta. Boshingdan ishga ketib totdingiz emas. Xotiningni totgandan tatsan bu. Uzang
mantıklı demeyse. Sonundaki tap desen, ben nereden bilmem onu? Hopta 300 so'm bersem o bola. Vay vay, 300 so'mni chekini qilgan ay. Boldi qilgan faqat chidiq chudim qolmadi. Rahim qilmayim shuma madab qo'yay. Ey, 300 so'mni yaratmaysadigina. Ey, jon boqmoq tez, ukam. Ey, 300 so'm, bir yig'iz gaping 300 so'm bo'layotdi. Seni men hikoya aytib ber, roman o'qib ber demadim. Ya bir yig'iz gaping, ya bizga bir o'tirishdan puli qolsa bo'lar bu yerda, ukam. 50 so'm qo'shsam bo'lar. Vay vay, men balada qoldim va adashqman. Sen bu sarangmı ya, olmasa? O, sen sarangmışsın. Siz sarang o'xshaysiz. Bu meni u yerga o'zim kirib, men uyimni sotib olaman dedingiz-ku. Va men uyimni kirgan meni vaqtim yo'q. Ha, ikki oyda sotdimlar, yomg'irda chiqsa shuni ko'chiribman. Ular meni nima sotdim? Men uy sotdim demasam ya. Ya uy olib demedim, Davudkan oldim uyni. Voy, dadang osma meni nima sotdim? Ishini qilar, adash uydan chiqarma. O, sen ha. Voy. Chiqamsa. Voy, to'la hurib qilmasan. Bir atmaman. Bir atdigandan biri taladi bu. Chiqarma adash uydan. Voy. Chiqamsa. To'ni bir o'tib chiqadigan odam taladi, uqdimi? Ha, Davudkan. Sen men. Voy, sen nima bo'ldingmi? Meni da qo'ronchilik. Uy qozi, qo'lqa chenek olibsiz bu. Yavka, başka şey yok. Ben olmayayım deyme. Arkadaşlar kızım çay iç. Yaşam olmadan deydi. Ben olmayayım deyme bu çay iç deydi. Olmayayım. Oha. Çay içemdiniz? Ha şu çay içey boptular be. Çay içsem. Çay içemdiniz? Ha çay içey. Ben içine mana ha. İçine. İçine. Çayını içine ha. Ha makul. Voy, ne bo'ldi ha? Ya bu çilekler kuşuvasa, meyman bu oturup gitse iş kısa saklasana mı? Davutka. Ben çıksın başa koyayım ki. Güzel kız kaldım artık. İnsaf diyen de yok yazıldı. Gel. Madem gelmiş öylemiş tamam. Voy, siz kimdiniz? Gel. Tuni dağıtmaktan mı ne? Voy. Sen Davudkan tanımı da olama. Davudkan del muş öyün alime davet qadım. Muşu mahallin, muş jutnun. Ha? Del muşu. Men tundum. Ulan bak qiram. Hiliqi İbrahim efendinin akılları. Bak va. Ha, atsın ki. Hey, nasıl demedim mi? Estağfurullah man qaram. Hiliqi İbrahim. Bakkan. Şunun akılları kelip öğünü körüp kurulmasın defirip şey sonra akıllarım köre bakaylı da kepti. Mayli-da shunchalik chiqaydingiz, nemishqa bizni uyni ko'rdi deyman. Köz görmem de bakın ne yapıp? Bu oldu terik bana acaba osman terik. Bu senin İbrahim de inin bana. Motor seni inanma gidiptim. Aman ha, benim nerede bu İbrahim de inin buldu. Aka, bu balnoçu Meşir'de bir tüşük durdu dedim. Şunu da kargan sen neyir çatak. Ya muş öyünü ipli varsak, kağın ne basın tamam mı? Çıktı abi. Şunu kız bilmeyeceksin. Ana, İbrahim. Ha, uka. Mandak yaptık yine. Sen bu çıktın. Davutkan bu geldi. Öy alıdığan Davutkan muş şu. Öyünü satıdığan inimiz muş şu. İşkinler bir tanışıp kalınlar uka. İşkinlerin özlerine işkinler bitip gelse. Akara hemmimiz hoş. Kağa gelip değiş bulduk işkimiz uka. Bu kızık yakılık adam gelsin siz. Biz nemeni değiştik nemeni. Ya kız sen mening ikkinchi o'g'limning to'yini qilmoqchi edim. Uf, shu ishqa ichida buni to'yini bo'tirdi. Hozir shu uyga qarab qoldik. Uyning ishi bak taskan. Uning ustiga biz bu oddiy tijorat bilan shug'ullanib jambaqidagi odamning qo'liga 2 tal pulga uy kelmaydi ekan. Shu kelib endi oldin kap qoldik, uyni sotib ekan deb bu xabar qildi. Shuning bilan keldi. Ishkimiz. Endi sen agar qo'shilsang,
Bizning qo'limizdagi pul oz bo'lsa, sen bir keyingi ishga qadam qo'ysan. Hamda agar biz qo'shqidagi yurib olsa, 2-4 tal pul qo'shsan. Ishimiz kelishib qolsa, rizqimiz qo'shib qolib qolsa, oladigan gap. Biz deganimiz Xudoning deyanda bu ikki olamlik dunyo. Astagfirullah. Voy, nima atayapmish adam tushundirib qilamidi? Men bu uyni men sotmayman. Men o'zi yomon amroq kelsizlar bu ish qilish. Ikkida tergitganmiz bu. Ha? Ikkida tergitgan bu. Ha, manda da va Usmatovga bu ish xotinlikmi nima? Xotini bayqa. Tergitmagan, bitta. Ishonib to'shig'ini ish qilmayman. Chaqman deb balo qildim. Davudgan ma bu, seni bosh qo'yib qo'y qayda emasmi bu? Jimtira demaydi, ma gapni kelishaylik. Voy, Ikki qiz gap aytibdi. voy. Demaydi. Bu gapim qamlashmay qolmaganda. Yo'q, shuni ikki qiz gap qilding. Nima shunday gap qilding? Qaranglar bu gapni dema. Biz bir kelishib qoldik uka. Voy, shu men boyi deyman, bu uyni sotmayman. Men adam shu atiga yo'q tushundirib bulanmadimi shu mush gapni? Sen nima deyishgandan bu bilan? Voy, men sen degandek dedim. Voy, sen degandek desam, unda bo'lsa Davudkamni oladigan ish bo'lsa 10 ming so'm qo'yib o'taman dedi. Yo'q, rahmat. Eysa biz pul topmagan bilan-chi mush fikrlarimizdan oldida azroq 100 topgan. Bizga bir 10 mingga keyin qaytqaniga rahmat. Ma ishimiz ma mush ko'chada cho'g'ilgan Eysa aka bilan ishimiz bir telefonning ishi. Qanday ishing bo'lsa, hayt desam, mana biz yanada tayyor bo'lganmiz. Ma rahmat sana. Yigit bola ekansan. Bera qo'lingni bera. Akinlar tortib bitay. Ya, men ishim ketsin. Ishim Yigit balkan ma. O'g'il bola. Inimkan mening inim. Shunda inim. Qatiga qo'lingiz kimsizmi iningiz kerak? Davudga. Ezel çatak gelmesin. Sana bak uylandır köleyle. Makara. Uylandır köleyle. Kapon bakın. Matamның қағысы, меніңше йотқа таш қақшап қапты, біз емітіміз. Мана мауы хажатхана іскен. Убірне. Мана кән-кәмірі йоғын убірне екен. Мана дәріға жақ. Мана мау өйне отырсы, мана мауы ашқан екен. Мауы ашқан екен. Кәңілге ашқан ұшында әртірек. Ama ben öyle işçiği bir tam kılıp buna mesela bir koç kıvaptı. Bayağı bir tamlı çakımız. Matamla eğiliyorsunuz. Böyle kendinize de erkek, kendinize buldu. Zavke karam, eğer kişi bir sakınsı var ki ya. Hadi bir tutartan bir oynayıp kaçak, bulur ki bana böyle. Şurada dersin tutar, oyunu varsın bu. Bana, neymiş ki? Ama ukuladı kalıyorlar. Hani bir katak var ki. Sen benim tepte baksam, buldu ki bana. Hani ben katak var ki, ben ki hakka. Mavi işi büküyor. Yatak o içe bana. Baba ön körüvatım. Vay şurada boynu kırdın lan. Körümüzde bu. Senin ağa. Uy, Kadir. Hey, bu kadar gel Senin ağa dedi. Oyunumuzda mahmette sanmayın. Sen de boynu kırdın yapmasıydı vardı hemen. Siz beni örnek kılamcı sanmayın. Qanday gap bu tushundiramang be. Xotinni o'lgaman. Xotinni? Ya, ukam. Xotinni qo'yayotgan bitta ya. Voy, kim xotinni qo'yibdi? Qanday gap o'zing deganaman. Eski bu için xotini var öyle ağanga. Sen jim tur. Ya, ukam o'zing bir tushuntirib qo'y, nima ish bu zodi? Allah, bakka tuzug'im qamidi qo'ymanglar. Voy, men Astagfirullah, jinim akıllarım ben atiga Vay nima Davut palta hadi. Davut palta akam. Qaram, ma ağiningizga atiga yaqin men sizga telefon qilmadim. Bu uyni men sotmayman deb tushuntirib bo'lamidim. Men bu uyni sotmayman, jinim aka. Men uy sotmayman. Hechini boynunu satmadın. Vay ya. Sen nima deyishgansan, Siram? Vay bana salam gel. Ya bana salam gel. Sen bana atiye telefonu vurup, ma uyni satattım. Sen alıp gelse, palançka uy alıp gel. Benimle telefonlaşma sen de. Vay, ben kaçarsam ne telefonlaştı? Pat, telefonla bunu bana. Ay şunu kılarım. Ne bileyim? Bana sen de telefon geldi o. Ne var? Bana koy. Sen onu baksana var mı? He? Kim bu? Makul ağzı biz aşağıda çıkaydı. Xato qilyaptimi? Xato qilmayapti. Astagfirullah.
Sutkalarim xapamam. Ma o'lganda go'rg'im xato kirdi-ku deyman men. Hech kim xato kirmaydi. Xudo. To'g'ri, men shunday dedim. Hozir baqqalchi qish paytda sut ketdi. Qilmanglar. Qilmanglar. Biz baqqalchilar aralardan hammasini taksichilardan so'qiyverib, mamlakat pulini almashtirib, baqqalchi bilan taksi avat qilaymikin, davatman. Oy, lekin biz o'shanda qolib o'rga gittilardan. Qaytincha. Gapimizni muhabbat qil. Öylece kataksan da bu. Katak emas, bu oyoq soldigan ya. Oyoq soldigan? Ha, maço. Oyoq dur. Aşağı mı? Ya. Ketum adım. Gitti. Köpek hoşuna. Oyoq. Yapsam mısın? Uyumuşum ha? Şu. Öyle mi? Buradan çalışıyor size. Uy. Allah. Tülpün numara. Bana üzerine vurgan tülpün. Bu tülpün olmuş gitti bu. Allah kiriştirip kalsam. Muhabbet unime Baxit kuşum Aşıqның uxlamay Körgen çüşüm Sadaqat aklini Gadayni g'isham Baharga kümeler uzun kışımın Muhabbet unime hayatga bize Yürekke kuşlar yana bir yürek Muhabbet beklide insanlar aziz Söygüsüz bu cananga Cihan nekire Aşıqның